nomiga pul beradi, haqiqatan ham nomiga uy-joyi bo'lmasa, mavjud bo'lmasa, o'sha holatga masalan o'zini yo xotini yo erini nomiga uy-joyi bo'lmasligi kerak. O'sha holatga 30 million so'm mablag' ajratadi. Bundan tashqari yana masalan biz 18% kredit bersak, 14% dan oshgan 4% ni ham 5 yil davomida qoplab beradi. Moliya vazirligi tomonidan qoplab beriladi. Jami shunda 95-100 million so'm atrofida davlat subsidiya ta'minlaydi. Uy-joylik bo'lsin shu fuqaro degan maqsadga. Bu holatda kimda-kim agar olmoqchi bo'lsa, yo subsidiya asosida yoki shunaqasi o'zi olmoqchi bo'lsa, boradi. Yangi O'zbekiston massivimizga o'z masalan uy-joylar qurilyapti. Quruvchilar uyni narxini kelishib bizga shartnomani olib kelasizlar. Shartnomaga asosan biz kredit ajratamiz. Maksimal summa 30 milliongacha. 30 millionga. Qolgan summa o'zi to'lanadi. Mijot 15% to'lashga majburiy. Agar subsidiyasi bo'lsa 30 million davlat to'lab beradi, 5%ni to'lash kerak. Uy-joy 5%ni yana to'laydi. Masalan,